Assalomu alaykum do'stlar. Andijon mashina bozoridan haftaning yakshanba kuniga bu qismga Captiva Malibu'larda iloji boricha sizlar so'ragan mashinalarni obzor qilib berishga harakat qildik. Sizlar esa layklarni banglatni bosib, variantlarga Captivalar gaplashib qo'ydik. 5000-6000 puli borga video davomida ko'rasizlar. Yoqtirganlarga aloqa chiqib baraka qilib qo'ysanglar bo'laveradigan imkoniyatlar bor. Sizlar bilan Shohruxbek Uz Andijon mashina bozoridan. Kim bizni qayerdan kuzatadi shuni обязательно kommentga yozib ketaverasizlar. Jigarlar, videoni boshladik. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan haftaning yakshanba kuniga xudo xohlasa sizlarga Captiva Malibu'larni chiroyli qilib narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Bir-biridan yaxshi mashinalarni ekranlarga taqdim etamiz. Sizlar esa layklarni banglatib bosib ko'rasizlar jigarlar. Birinchi Captivamiz 2016 Captiva 4. 3 motorli 4. Ochinchi ko'raylik kapotni. 3 motorli Captiva 4. Kraskasi-chi? Archi yumshoq balon, diskalarni qaranglar, chiroyli degan. Diskalarni ham o'ta chiroyligini qo'yib qo'yilgan. Barligi 3 motor. Xo'p, mana motor holatlari ham tiniq holatda turibdi. Salon ichini ham ko'rsatdim. 2016 USB kraskasi bor, 3 motorli, chiroyli diskalar qo'yilgan. Mashina benzinda. Yurgani qancha? 300 mingdan oshiqroq yurgan. Chexollari ham zo'ragan-a? Chexollarni ana chiroyli holatda. Haqiqiy 4 prost 3 motorlar 16-yil chiqqanlari. Chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Holatlari ham chiroyli holatda turibdi mashinamiz. Benzinda qancha edi bular benzin rasxod? 10 ta qiladimi? Shaharga 11 ta. Kayfiyatga qarab rasxod qilaveradimi? Puli necha pul buni, omadli? 11 ming dollarga tushib beramiz. 11 ming kami bor. 2016-yil bir yoniga raska. Yosh katta odam mingan, ishkalab borgan yonda. Shilingan, sochilgan-a? Bunaqa DTP emas. Strash udari yo'q. Ishkalab borgan. Xo'p, generalni penalni chiqaramizmi? Lekin bitta muammo yo'q. Yurish-turish xudo olsa zo'r. Oladi minadi. Puli necha pul endi buni? Necha pulda? 11 mingdan tushib berasiz variantga? Yo'g'i? Yo'q. Faqat naqd yoki da Variant kelishlar ekan. Mashinaga kelib ko'ramiz. Mashinasi borlarga barterdan kelishiladi. Variantga ham o'ylab ko'ramiz yarim pul. Bu yarim pul bo'lsa kelsa bo'ladimi variant? Shaharga, Andijon shahar. Andijon shahariga variantga yarim pul bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa kelishib ko'rasiz. Xo'p, bo'ladi. Bu ham sizdan. Bu ham bizdan X90 plus. X-Tower X90 plus navbatdagi mashinamiz. Xo'p. 2023-yil kraska absolutni toza. Kraskasi kichkinagina 2 yillik petnosi bor. Ko'ring. Petnosi bor xolos. Xo'p, buni qanaqa bo'ladi? 1.6 en full ha? Benzinda. Propan gazi bor, 4 yumshoq balonda bor. Yumshoq balon qo'yilgan, propan gazlar qo'yibdi. Parolar ustanovka bo'lgan. Shumka ham bo'lganmi? Maşallah, shumkalar ham qo'ygan. Bu yonami bu? Yo, anaqasi shunaqa. En full sidinasi, start sovutadi, hammasini narsasi bor. Sidina isidi, sovuydi, 1.6 en full panorama lyuklari bor. Mashina o'ta ham tiniq. Mana salon holatlari. Qaranglar, kengligini salonlarini, hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsa. DLC sidinalar ham bor ekanda bunda. Buni puli necha pul endi Omadbek? 21500 dollardan tushib beramiz aka. Bozorda bermagan narxlar bo'lmadimi bugun? Mabodo Kecha olib kecha shanba bo'ldi. Endi shanba hech kim savdo qilmadi. Xo'p, 21500 dan o'tib berasiz. Game pen chiqaradi, xudo xolasa. Mabodo so'rasa. Propan gazi bor, polni shuncha bo'lgan, 4 yumshoq baloni bor. X90 plus 1.6 dedi. Bu ham barter bo'laveradimi? Dev mashinalar bo'lsa. Bo'laveradi. Bu variantga yo'q. Yo'q, Faqat naqd. Yana mashina bormi? Kia Carnivalimiz bor. Xo'p. Xo'p, Kia Carnival bo'lgan navbatdasi 2017-yil kraska. Bor yerlarda aka, bular tozasi yo'q o'zi. Qancha yurgan bular? Hop, 195 mingga ishga qo'yilgan benzinda. Benzinda 200 mingga bormabdi-da. 195 ming yurgan. 4 ta yaxshi holatda mana balonlari chiroyli diskalar mashinamizda. Paroylari Buni chiqol polilarni qildirmadi. Hamma yo'qni qildirib tayyor qo'ydi. mana mashina tayyor holatda chexol poliylari 195 ming yurgan mana. O'rta sidinalari va orqa. Bunga 3 ta 7 ta, o'zi bilan 8 ta ekan-da. Shuncha bo'lmagan. Yo'q bo'lmagan. Propan qo'ysa bo'laveradi-da bunga, to'g'rimi? Hozir bular qancha rasxod qiladi? Shularni so'rab qo'ying deyishyapti. Endi 3.5 motor 12 tagacha rasxod qiladi. 12 tagacha rasxod qilaveradi. Gentrani rasxod ekan-da.
10 ta qiladi, 9 ta qiladi aldagandan ko'ra To'g'risini Rossiya aytgan 12 tagacha rasxod qiladi. Motor ham katta. To'g'ri. Puli-chi puli? Gentra ham kichkina 1.5 Gentra ham 15 ta rasxod qilyapti. To'g'ri. Aka, 15 ming dollardan tushib beramiz. 15 ming kami bor. Albatta aka. Faqat naqdga. Naqdga. Gampen chiqami 40 ekan yo chiqmaydimi? Yo'q, chiqaradi. 15 ming, ya'ni 7 ming dollar puli bo'lsa bankka bera olaman. 7 ming, 6 ming puli bor. Yoki barter ham bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Barterlar ham bor, mana 7 ming benzindan aka. benzinligi. 2017 benzinli olasizlar, bank olasizlarga olasizlar, barter qilsanglar ham bo'laveradi. Dokumentda muammosi yo'q ekan. Unda olsa mashinani yurishtirishda aybi yo'q, oladi, maza qilib minadi. Shunchasi yana bormi? Shunchasi aka hozircha. Telefon nomeri. Taxovimiz bor endi, buni tayyorlayapmiz. Endi 2020 da 90 ming yurgan. Rangi qora. Primerali, full paysasi chempionlarga bergan. Nech puli? Buni telefon qilsa, kelishaverasiz. Ayting nomerni. 91lik 626 22 aka. Ushbu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, 24/7 ishlayveradi. Yoshlar avlod bordi, Ha? 5 minut 3 ta boshdan avlod qo'ydi. Shu nomerga aloqa qilsanglar, undan tashqari ukamizni uyida ham, salonlarida ham mashinalari bor. Aloqaga chiqib, yana so'ragan mashinalaringizni iloji boricha topib beradi. Bundan tashqari qanaqadir yana inomarka kerak bo'lsa, faqat inomarka bilan shug'ullanadigan. To'g'rimi? Yo, dev mashinalari ham bormi? Aralash. Iloji bor topib berish dev mashinalarini so'rasa. Ushbu nomerga aloqaga chiqinglar va o'zidan ma'lumotlarni olib, qolgan ma'lumotlarni mashinalarni ko'rib, qolgan mashinalardan baraka qilib qo'yishlar bo'laveradi, imkoniyatlari bor. Xo'p, do'stlar, navbatdagi mashinamiz Tower 70 ni o'zi 86 ming probeg, bitta shu Krilovda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza deyilyapti. Bular benzinmi, gibrid bo'ladimi? 10 taga o'lcham. Yumshoq balonlar qo'yilgan mashinamizga. Bu paro qo'yilganmi? Parovlari bor, qo'yilgan. Qo'yilgan bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomalari bor. 7 tadan 10 tagacha ichagan panorama luk. 7 o'rindiqli. 86 ming yurgan dedingiz-a? Tonirovka ruxsatnomasi bor, aytibdi. 4 ta balon qo'yilgan, mana. Ha. Holatda turgani, enani ko'tarsa 7 o'rindiqli. Bemalol bitta oila, katta oilaga zo'r ekanda bu. Puli necha pul dedingiz? 16 ming kam bor. Faqat naqd. Variant yo'qmi? yo'q, variant yo'q, barter qilaveramiz. Dev mashinalar. Dev mashinalar, yurdo'ga barter qilaveramiz. Ha do'stlar, dev mashinalarga farq qo'ygan, Liboga barter bo'laverar ekan. Iloji boricha naqd sotilar ekan. Dokumentlar qanaqa usulda bitadi? Xohlagan usulida bitadi. Xohlagan. Xohlasa egasida turibdi, bizga barterga keldi. Aha. Xohlagan dokumentini qilib beramiz. Xohlasa keyin, xohlasa o'tkazsa ham bo'laverar ekan. Xo'p. Telefon bitta shumi? Bitta mash hozircha. Nomer ayting. Salon 90lik. Hop, 90lik 201 201 6655. 6655 ga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mashinamiz barter qilsalar ham bo'ladi. 360 kameralargacha bor ekan. Bozoringiz bersa, sog' bo'ling. Xo'p. Bu Malibuda ham qo'shib yuboraylik. Xo'p, navbatda Malibu 2013-yil 124 ming yurgan Malibu 1da 3i. Yumshoq balonlari. Metan bor dedingiz, pakalayni. Metani bor. O, mana salon holatlari. 12,5 ming bering. Ochmay qo'yaylik. Hop. Mana metan gazlari 100 talik. Kraska qanaqa dedingiz aka? Toza dedingizmi? Yo'q aka, narigi tarafda eshik kiloda petnosi bor, ozgina. Eshik kiloda petno bor. Xo'p, bitta shu eshik bo'lib sachilgan. Puli necha pul endi shey buni? 10,200 ga beriladi. Jibchi yaxshi odam bo'lsa sunnatiga o'tib ham beradi. Variant yo'qmi bo'ldi? Kelishib qolsak bo'laveradi. Necha puli borga? 2 joyga. Lekin chamasi bir 6,000-7 ming puli bor ekan. Dokumentlar qanaqa bitadi shu? Libodagimi? Bo'laveradi, Aka dokument. mashinasi libodagini qilib beramiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeri aka? Telefon nomeri Bitta shumi aka mashinamiz? yo'q, mana 50 027 0090. Ushbu nomerga qiziqqanlar aloqa chiqarsa, buni ham qo'shib yuboraymi? 16 bu. Captiva 16. Captiva 4. Ha, 4. Motori kichkinasidanmi? Nari Captiva 3li ekanda. Kattasida. Bu ham 3limi? Bu undan ham kattasidan bu. Traverse motor bu. Traverse motor qo'yilgan. Aha, kraska. 3lidan ancha moshli motor, buni bilgan biladi. Ha, Traverse motor yaxshi. Kraska qanaqa shu? Kraska toza, pokoleniya propani bor.
Aha. Yo'lga ruxsatlari bor. Balon holatlari. Ichilari ham o'ta tana. Xo'p, bitta ko'rsatib qo'yaylik ichlarni. Xo'p bo'ladi. Mana salon holatlari. Mashinamiz chiroyli holatda ekan, salonlari ham chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. Captiva 4, lekin Travis motor qo'yilgan ekan. 0 nomerlarda. Menimcha bu nomerlarda ham generalni berib olsa kerak. Zaten kameralari. Bu ham shu nomerda keyin chiqaveramiz aka. Keyin kelishib chiqibcha beraveramiz lekin 300 olsa yana yaxshi. Yana beraveramiz. Keyin ham chiqaradi, 300 olsa yana yaxshi aka. 90 to'la 191 ashna aytib beraymi? 0660 ga qiziqqan aloqa chiqarsa, narxi 12600. 12600 aka narxi. Ha, kami bor. Kami bor. Bu variantga bo'ladimi bu ham? Bo'ladi. Bo'laveradi. Ana endi o'ziga. Bartelchi. Barter ha, любой. Bartel ham iloji bor. Variantga ham barterga ham bo'laver ekan. Mashinamizda ham barter kelishib turadi, kelishib. Xo'p bo'ladi aka. Aloqaga chiqaveringlar, iloji bor ekan hamma narsani. Generalni ham chiqargan, variantga ham bo'laver ekan, barter yo'llari ham bor ekan. Qiziqqan aloqaga chiqib kelishib ko'rsalar bo'lavergan imkoniyatlari bor. Bozoringlar bersa aka. Xo'p, yana bitta mana 2016-yilga kraskasi toza ekan buning. Tayyor propan gazlari bor. Motori uchli ekan. ABS konseri hamma yo'g'i bor aka. Yumshoq balonlari, parollari, shumka bo'lmagan. Mana mashinamizning salon holatlari. Lyuklari, ko'jinli salon, evakor ko'ringlar bor. Yurgani qancha? 140 ming. Shumka bo'lmagan dedim. Shumka bo'lganmi deyaptim. Shumka bo'lmagan ekan dedim. Narigilar shumka bo'lgan ekan, shunga aytyapman. Xo'p, bu ham 0 nomerlari ekan. Mashinamiz ortidan mana yonboshlardan ko'rinish holatlari. 4 ta yangi balonlari. Puli necha pul buni aka? 14 ming kami bor. 14 ming kami bor. Hop. Faqat oladigan odam bo'lsa aka 13,5 beramiz. 13,5 ga. Faqat naqdmi? Aka bank yarim puli bo'lsa 6 oygacha variant beramiz. Barter. Yarim puli bo'lsa 6 oygacha variantga chiqar ekan. Xolasa barter, xolasa bank bo'lsa ham bo'lar imkoniyatlari bor ekan. Bu ham sizdan shekilli aka? Necha yil buni aka? Ikkosi bir xil o'tiribdi. 2018. Bu ham toza. Yo'q, buni kapotning ichida laksen qo'ygan. Ha, strashnovlari yo'q. Yo'q, yo'q. Bittasi kapot ichida laki bor, xolos. Qolgan joy toza. Qolgan yeri toza. Qancha yurgan bu? 204 ligi mana. 197 mi yurgan? Yumshoq balonlari mashinamizni. Hop. Mana salon holatlari. O'jinli salon, ko'ringlari bor, mashinamiz chizilgan, qirilgan joylari yo'q. 555 nomerlarda ekan, zaxnet kamera va ortidan yonboshlardan ko'rinish holatlari. Bu mashina propanmi yo benzinmi? Bu ham propan. Mashinamiz propanda. Bu naqd pulga sotiladi. Faqat naqdga sotiladi. Dokumenti Oformlgan. o'tkiz olish kerak. Necha puli? 14 ming kami bor. 14 ming kami bor. Mabodo savdo qilganlar bo'lmadimi aka? Shuni so'rab qo'ying deyishyapti. Aka 13200 ga berilmadi. 13200 ga bermadi, ustiga yursa berasiz, xudo xolasa aka. Shu aka sizdan. Ya, ikkita nomer beramiz. Ayting. Xo'p, bittasi 95lik, 95lik 445 445 0088. 0088. Hop. Yana bitta 93lik 93lik 797 797 1110. 1110 ga aloqa chiqishsa. Ushbu nomerlarga telefon qilib mashinani yoqtirganinglarni kelishsanglar bo'laveradigan imkoniyatlar bor. Bittasi o'tkiz olish sharti bilan ekan, bittasi xohlagan dokument bo'laveradi. Nariga xohlagan dokument bo'laveradi, GMP chiqaradi. Xo'p, bo'ladi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Navbatdagi Captiva'miz 2018 kraskasi toza, 168 ming yurgan. Shunaqami 168 ming. Hop, yumshoq balonlari qo'yilgan ekan mashinamizga ham. Va salon holatlari. Mana salonlar. Lyuklar ishlab turibdi. Metan propanmi? Ancha-muncha akvaprintlar bo'lgan ekan mashinamiz. Gazi metan ekan. Qaranglar. Qoraytirib chiroyli qilib qo'yilgan. Metan gazlari nechtalik bu? 30 talikdanmi? Orqasida ham ikkita bor ekan. Tepada 2 ta 30 ta, pastda ham 2 ta. Xo'p. Nech pul aka? 14 dan beramiz. Batir bor. 2018 Captiva 14 ming kami bor, barterolari bor. Faqat naqdga sotiladimi yo variantga ham beramiz? Variantga ham kelishaverasizmi? Nech pul bo'lsa eng kamida aka?
7-8 mingdan kelsa bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Savdo qilganlar bo'lmadi aka shu paytgacha bozor so'raganlar. Endi chiqdi. Endi chiqdi. Biror dadalaring yo'qmi? Xo'p, telefon nomeri aka qiziqqanlar. 88 88 214 57 57 aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Xo'p, navbatdagi Captiva'miz 2013-yil Captiva 3. Kirasiga tozami? Yumshoq balonlar qo'yilgan mashinamizga. Kirasiga qanaqa aka? Petnoyimiz bor, bu tarafda. Eshikdan petnosi bor xolos mashina. Yurgani qancha aka buni? 245 ming. 245 ming yurgan. Propanlar bor. Tayyor propanlar ustanovka bo'lgan aka. Xo'p bo'ladi. Propan ustanovka bo'lgan mashinamiz chiroyli holatda. Mana ortidan yon boshlardan ko'rinish holatlar. Necha pul ishib? 10 ming kam bor deyapti. 10 ming kam bor. Faqat naqd sotiladi. Narxa. O'zinglar aytgan mashinali GMP'ni chiqaveramiz demoqchiman-da. Genç ko'radi aka. Aka variant desa ham kechib ketaveramiz. Variant desa ham yetmagan joyga kelsa bo'laveradi. Generalni ham chiqaveradi. Savdo qilganlar bo'lmadimi? Mabodo necha pul? Necha pul qilishdi aka? 7 ming bermadinglar. Sugursa berasizlar. Telefon nomeri aka. Xas nomeriga telefon qilishsin. elli hop 200 78 qayerda mashinasi aka? Izboskanda mashinasi. Qiziqqanlar ushbu nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Captiva'miz bitta eshikda petnos bo'lgan, qolgan joyi toza deb aytiladi. Yana bir qator o'zinglar uchun mabodo yoqib qolsa tekshirtirib olaverasizlar. Aka bozoringiz bersin.